20 qism. Sahira Anzarni o'zining insidek ko'rgani bilan Anzar Sahirani ochisidek ko'rolmay o'tadi. Anzarning davomli Sahirani ko'rgisi keladi. Uning ko'z oldida turishni, xushal bo'lishini, sog'-salomat turishni umid qiladi. Dastlabda Anzar bu xil tuyg'uning nima tuyg'u ekanligini bilmay qoldi. Endi o'ylasa, bu muhabbatkan. To'g'ri, muhabbat. Hozir Anzar Sahiraning o'zidan xeylilar cho'ng ekanligini tamoman esidan chiqargan edi. Azaldan turgunmachas Anzar hozir jimg'irlashib qoldi. U ko'nglini izhor qilsa qandoq bo'lar? Sahira uni qabul qilarmi? Agar uning yigiti bo'lib qolsa-chi? Yo'q. Hech bir yigiti bordek emas. To'xta. Mayli qandoq bo'lmasin, avval uningga ko'nglimni bildirib boqay. Sahira, sizning yigitingiz bormi? Deb so'radi Anzar Sahira bilan ko'rishgan bir kuni paytni keltirib. Voy, buni so'rab qoldingizmi? Deyman amdi. Sizdek chiroyli qizning yigiti bordi, hay. Yigitingizni menga tunishtirib qo'ying. Uni o'zimga do'st qilib olay, dedi Anzar chandurmaslikqa tirishib. Yo'q. Shundaqmi? Lekin kayningizda yurgan bolalar bordi aqajon. Yigitim yo'q deyapman. Burun bor edi, ammo ma'lum sabablar bilan ayrilib ketdik. Hozir tanha o'tyapman. Uning ustiga hozir diqqatimni chashqonmi yo'q. Chunki imtihondan o'tmasam bo'lmaydi. Bo'lishig'i bor, lekin hammasini rad qilib etdim. Muhabbatlashman deb o'ltirsam, planlarimning amalga oshmay qolishdan ansirayman. Qayniman imtihondan o'tganda bir gap bo'lar. Sahiraning bu gapini anglab, Anzar hozircha ko'ngil izhor qiladigan ishni to'xtatib qo'ydi. Sahiramu imtihonni berib bo'ldi. Aspirantlik o'qishimi bitdi. Anzarmu 2-yillikni tamom qildi. Ular natijaning chiqishini intizorlik bilan kutishdi. Natijami chiqdi. Anzarning o'y xiyoli mushu eshitili bo'lg'achqa natijaning chiqqanligidan o'mi xabar topdi. Rostini deganda, Anzar Sahiraning imtihondan o'tib ketishini shunchalik umid qiladi. Chunki Sahira o'tib ketsa, ikkisining o'qishi tang bitadi. Anzar hamma ishlardan xotirjam bo'ladi. Agar undoq bo'lmay qolsa, Sahira yurtiga ketsa, 3 yilgacha uningga ega chiqib bo'lishi mumkin edi. Anzarning ta'liga Sahira imtihondan o'tgan edi. Teshikmi Sahira, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, dedi Anzar uningga telefon qilib. Teshikmi? Voy rahmat. Sizning quloqingiz nemancha uzun. Do'stlarimni texi bilgidek bo'lmagan bu ishni. Men degan kim o? Bundaq ishlarchi mening nazarimdan qichib qutlamaydi-jimi? Hay, chiqing. Imtihondan o'tganligingizni birlikda tabriklab kelaylik. Nega bormiz? Xalqaro cho'ng'izlarga berib aylang'ach tomoq yeb kelaylik. Mening undaq yiroqqa bag'im yo'q. Maktab atrofida yeyli tomoqni. Ha, undaq bo'lsa-mu mayli. Chiqing amsa. Ha, bo'ladi. Birdam saqlab turing amsa. Sahira bugun to'liq xushal edi. Demismi bu haqiqatan xushal bo'lg'idek ish edi. Anzar Sahira bilan tomoq yeb maktabga qaytib kirdi. Ondan uni birdam bila aylanishga taklif qildi. Ular aylanib kelib, gullik atrofidagi bir o'rindiqda o'tirdi. Sahira, mening amdi gapni agitib o'tirg'im yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz bilan bir umr birga o'tsamkan deyman, dedi Anzar Sahiraning ko'ziga iltijolik bilan tikilib turib. Ha, qizib qolmagansiz Anzar. Chaqchaq qilmang. Chaqchaq qilsangizmi? Mumkin bo'g'idek gap qilmamsiz? Yo'q, men chaqchaq qilmadim. Sizga rostini desam, men hozirga qadar bundoq aslayilgan. Men chaqchaq qilmadim. Sizga rostini Men chaqchaq qilmadim. Sizga rostini desam, men hozirga qadar bundoq aslayilgan qilib boqmagan. Shundaqdimi o'ylashib gap qiling. Men degan sizning nechinchi ochingizdek tursam, bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Sizningcha mush ish sabab bo'lalamda. Nimishqa sabab bo'lmaydi? Siz bo'pti degan taqdirdami? Sizlarning uydagilar qo'shilamdi yoki
siz mundaqlı deb qo'yayotgan gapni men ortiq o'ylab oldimmi? Undaq emas. Bu mundaqlı deb qo'ygan gap emas. Rost aytsiz, mening yeshimdagi ba'zi bolalar muhabbatni o'yin qatorida ko'rib yuryotidi. Lekin sizning yeshingizga nisbatan siz muhabbatlashib qo'yishni emas, balki keyingi turmushingizda o'ylanib turib ish tutadiganligingizni obdan bilaman. Mening demoqchi bo'lganim hargizmi mundaqli aralashib qo'yish emas, balki umrimizning oxirigacha birga yashashdan iborat. Rostini desam, Anzar, men sizni faqat inimning o'rnida ko'rib kelgan. Buningdan alqigan munosabatni men rostila qabul qilmayman. Kechiring, o'zingizmi dedingiz, men endi faqat mening umr musofamni oxirgacha men bilan birga bosalaydigan odamni o'ylashim kerak. Siz hozir qiziqarli qilyapsiz. Agar bizning munosabatimizni taraqqiy qildirman desangiz, oxirida har ikkalamiz azobda qolamiz. Shunga eng yaxshisi bu niyatingizda yening. Bu gaplarni siz menga demagan bo'ling. Men nima desam gapimga ishonasiz. Men chaqchaq qilmadim, qiziqarliqmi qilmadim. Men sizning ham o'zimning baxti uchun gap qilyapman. Bir necha yosh cho'ng bo'lsin ham bo'pti. Erlarmi ayollardan 5-10 yosh, hatto uningdan cho'ng bo'ldi ekan-ku. U o'xshamaydi. Kishilar erlarning ayollardan cho'ng bo'lishni qabul qila olgan bilan, ayollarning erlardan cho'ng bo'lishni qabul qilmaydi. Boshqalar qabul qilmasa ishini qilsin. Acaba biz boshqalarning tutursiz qarashlarini deb o'zimizning baxtimizdan kechamdiq. Sizlar ma'qul desangiz, uydagilarning ishini o'zim to'g'rilayman. Siz buningda xotirjam bo'ling. Bo'ldilar. Eng yaxshisi bo'ldi qiling. Nemishqa? Siz yanala astoydil o'ylaning. Meni ko'nglingizdan chiqarib eting. O'zingizga mos keladigan qizni teping. Men bu jahonda sizdan mos keladigan yana bir qiz yo'q. Ular mana shundoq talash-tortish qilishib, hech birlikka kelolmay ayrilishdi. Ular uyan tartishib, bayon so'rashib, Sahira magistrlik o'qishga mang'icha Anzar uni qoyil qildi. Anzarning qalbi valida yorib ketdi. U hozir xuddi shahar olgandek shunda xushal edi. Ular biri u yoqda, biri bu yoqda turishib muhabbatlashib yurdi. Oxiri ularning o'qishimi bitib, yurtiga qaytdi. Har ikkilisi ko'ngildagidek xizmatga chiqishdi. Anzarning uydagilar uning to'y maslahatiga tushgan edi. Dada, apa, men uchun boshqa turib qiz topman deb avar bo'lmanglar. Mening yurgan qizim bormi? Voy, mau balani xijil bo'lish yo'q senda. To'y ishni tilga olsa, xijil bo'lib turganni ko'rgan. Voy apa, xijil bo'lgan nimasi bor? Hammam bo'lgan ish-ku. Voy, shundaqdimi yolg'ondan bo'lsa-mi? Sal tortinib qo'ymamsan endi. Apa, qaysi zamon bu? Ya men qiz bola bo'lmasam, qizlik gap qildi ekansan. Anzarning bu gapidan ayol ikkilan tani kulishib ketishdi. Undaqda yurgan qizingni qachon olib kelasan? Senmi endi to'y qiladigan yoshga kelding? Shunga bakmi kayniga surmayli bolam. Undaqda 2 kundan keyin bo'lsin. U bahri chiroyliq, uni ko'rib bo'shalardan ketmanglar yana. Voy, mau balning gapini. Sen har qancha bo'lsa-mi, o'rparilardan birini boshlab kelmaydigansan. Uning oldida cho'apa, o'rparilar degan yeb ishib qoladi. Ha, bo'pti amisa. Qani shu chaqda ko'ramiz. Anzarning opasi bo'lg'usi kelini uchun xeyli mo'l tayyorlik qildi. Sahira bugun cho'nlig'i yoqadigan holatda kiyinib, so'z kirim qilib tayyorlik qildi. U Anzarning opasiga bir dasta gul, yana opasi dadisiga mos keladigan sog'lomlik yemekliklardan bir muncha elib, Anzar bilan birlikda uning uyiga kirdi. Ammo uyga kirdi-yu, Anzarning opasini ko'rib, dong qotganicha turib qoldi. Farhatning opasimi Sahirani ko'rib, dong etib turib qoldi. Ko'zlar birdam bir-biriga qarashib turdi. Bir chaqda Sahira qo'lidagi narsa keraklarni Anzarning qo'liga tutqizdi-da, og'zini tutib yig'lig'inicha keyniga o'rilib chiqib ketdi. Farhatning opasimi turgan joyida lassida o'tirib qoldi. Anzar birda opasiga, birda yig'lig'inicha chiqib ketgan Sahiraga qarab, nima ish bo'lganligini bilmayli qoldi. U boya Sahira tutqizib qo'ygan narsalarni qo'yib-qo'yibla Sahiraning kaynidan yugurib chiqdi. Ammo Sahira hech yerda ko'rinmaydi. Onunğa telefon qildi, uning telefoni etik bo'lib chiqdi.
u yana qayta uyga kirdi. Apisi kresloda ko'z ish qilib o'tiradi. "Nim bo'ldi, apa? Sizlar tunishamsizlar?" Farhodning apisi gap qilmadi. "Gap qila. Zodi nemish bo'ldi? U nemishqa seni ko'ribla chiqib ketdi." Anzarning apisidan so'ng chiqmadi. U ko'zini bir nuqtaga tikinicha yig'lab o'ltirdi. Anzarning dadisi bo'lsa, Sohirani ko'rishga texi ulgurmagan edi. Uning dadisi ularning qishig'i chiqib bo'lguncha Sohira allaburun chiqib ketgan edi. Anzarning dadisi ayolining yoniga kelib, uningdan nemish bo'lganligini so'radi. Ammo u yana javob bermadi. Anzarning dadisi ayolini yo'lab yotoq uyga elib kirdi. Anzarning ichi siqilib ketdi. Ya Sohiraning telefoni ilinmaydi. Ya apisi aniq bir nima deb tushuncha bermaydi. Farhodning dadisi ayolini yo'lab yotoq uyga elib kirgandan keyin uningdan so'radi. "Ayting, nemish bo'ldi? Texi bayotin sapsaq edingiz. Birdamdala bundoq bo'lib qapsiz-ku. Kelin bolani keldi deb o'tardinglar. Zodi nemish bo'ldi?" Nemisini deydi adisi. U qiz Sohira ekan. "Nima? Sohira? Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Siz uni xato tunib qolmagansiz, ha?" Xato emas. Dal Sohira o'zi shu. U meni ko'ribla tunidi. Meni tunibla yig'lig'inicha uydan chiqib ketdi. Endi qanday qilamiz dadisi? Hech qanday qilmaymiz. O'g'limizning ko'ngli tushgan bo'lsa, uni o'zimizga balo qilib olamiz. Lekin u Nima lekin? Siz uni o'g'limizdan cho'ng, shunga balamizga mos kelmaydi deb atamsiz? Undaq emas. Hozirgi masala u emas. Buni silimi obdan bilalig'u. Bechora bola. Endi qandaqmi qila? Anzar yotiq uyning sirtida turib, ularning qilishgan gaplarini to'liq angladi. Ammo yanala hech nimani bilmadi. Bular zodi nimadan ansirayotgandi? Sohirani texi dadomi biladigan. Ular zodi qandaq tunishadigandu. Ularning gapidan Sohira ikkimizning to'yga qarshi emaskan. Lekin ular nimadan shunchalik qo'rqadigandu? Anzarning xiyoli to'liq chigishib ketdi. U necha kungacha Sohira bilan yo ko'rishalmay, yo aloqa qilolmay behli ichi siqildi. Ya ota-onasi bir nim demaydi. U mushundoq yurgan damlarda uning opisi eg'ir vijdon azobida to'lg'anyotdi. Ey hayot. Odamga nemachi eg'ir chaqchaq qiladigansan? Qilganlarimning dardini tatib bo'lamay. Ilgirki ishlarni unutishga shuncha tirishgan sari. Endi mundaqmi karomatlarim bor deganingmi bu? Men g'o'mayli. Agar Sohira qo'shilmasa, Anzar qanday qiladi? U ana shundoq nol qilyotdi. Bu ayol boshqa bir emas, dal Sohirani kichik vaqtida hayvondek xo'rlagan Gulnoziyaning o'zi edi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 20 qismini anlatdik.